الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Al-Imronning 165 oyatiga keldik. Ilgirki darslarimizda Alloh subhanahu va taolo bizga o'zining ato qilgan ne'matlarini, yaxshiliklarini bizga eslatgandan keyin bugungi darsimizda bir savol qo'yibdi. Ilgirki darsda bizga eslatgan yaxshiligi birisi bizga mu'min bo'lish sifatimiz bilan payg'ambar ato qilganligi. Payg'ambarninki bizga o'xshash inson, biz uni tigidan tatib tuniydigan ishonchli bir amin kishidan avatganligi. Bizga Allohning oyatlarini tilovat qilish orqali atrofimizdagi Allohningki barliq birlikka dalolat qiladigan, bu yo'lning haq ekanligini ifodalaydigan oyatlarga diqqatimizni tortganligi, bizning hayotimizni pakislab, taraqqiy qildirib, yuksaltish uchun kelganligini bizga qana qildi, o'rgatdi, bir qitim aslatib o'tdi. Ya'ni bu qadar Alloh subhanahu va taolo ne'matlarni berdi. Bo'lgandan keyin biz bu qadar ne'matlarga erishib bo'lgandan keyinki ba'zi qaytirgan inkas ifodalarimiz haqida Alloh subhanahu va taolo bizga savol qo'yibdi. Davatudu astaghizu billah. Awalamma asqabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innalloha ala kulli shay'in qadir. Oyatning mazmuni yana bizni Uhudga so'rab apirdi. Bilasizlar, biz ilgirki darslarimizda deb o'tdik. Uhud urushida Badr urushiga o'xshash musulmonlar g'alaba qilindi. Va ko'rinishda, shaklda mushriklar g'alaba qilgan bir holat, musulmonlar mag'lub bo'lgan bir holat shakllandi. Bu vaqtda ba'zi musulmonlardan chiqqan inkaslar qana bo'ldi desa, "Hey, biz degan mu'min tursak, biz degan musulmon tursak, bu sep musulmonning sepi tursa, nima deb mag'lub bo'ladi?" deydigan bir savol o'rtaga chiqdi-da. Bu xil ifoda o'rtaga chiqdi-da, albatta o'zining nima ish qilganligini unutib qolgan ahvol bo'ldi. Allah subhanahu wa taala shuningga qarata savol qo'yib davotdi. Awalamma asqabatkum musiba. Men avval qisqacha bir tarjima qilay. Endi ajaba sizlarga ashta musibatli yetgan vaqtida, boshqa bir mag'lubiyat shakli o'rtaga chiqdi-ya. Halbuki sizlar buni unutib qolgan bilan yoki tilg'amig'ingiz bilan bundan ilgari ular sizdan ig'ir ikki qat mag'lubiyat ko'chirgan, ikki qat musibat ko'chirgan, mashta bir ahvol turib, sizlar nim deb anna hada deysizlar. Nimishqa mag'lub bo'lamiz deydigan bu ifodani bildirsizlar. Ey Muhammad alayhisalom, siz bularga dengki, bu o'zinglarning qilmishidan, o'tkazgan xatoliklardan kelib chiqqan ahvol. Alloh har narsaga qodir deydi. Yani bir yer şunda demekçi ki Allah subhanahu wa ta'ala nimişki biz mağlub olumuz? Biz mümin, biz musulman turup nimişki ular bizni g'alaba qiladi bizning ustimizdan, ular kafir turib deysizlar. Çünkü sizlar o'zinglarning qilg'inga qarasanglar, buyruqqa xiloflik qildinglar. Bu payg'ambar ilgirki darsimizda o'tgandek, sizlarga nisbatan Allohning bir ne'mati edi. Sizlarga avatilgan, sizlarga kitob hikmatini, kitob sunnatini o'g'itishga avatilgan, sizlarni paklash uchun, yuksaltirish uchun avatilgan. Bo'lgandan keyin bu qadar ne'matning taqozosi aslida shu payg'ambar, biz bayat bir mo'jiz sifatlarini dedik-ku payg'ambarninki, shu payg'ambarninki gapidan chiqmaslik, qarshilik qilmaslikdi. Qarshilik qilmaslikdi. Nimishki bu mag'lub bo'lamiz bu shaklda demaslikmi kerak? Nimishki Uhudning hikoyasi bu qadar yuz beradi? Bu chunki bu bir qonuniyat va biz boshdan da qilayotgan bir qonuniyat va asl Alloh sizlarga payg'ambarning birini avatish orqali yaxshilik qildi. O'zingizning ishidan elchi avatdi. Shu qonuniyatga zid. Nimishqa? Chunki Uhud masalasi birinchi masala emas. Bunun oldida
Bedir'de bir uruş olgan. Sizlar bu ikisini seliştirip bakыңlar avval. Bedir'de senin sanыңla, tayyorlig'inglar qanchalikdi? Uhud'da sanыңla, tayyorlig'inglar qanchalik bo'ldi? Uhud'da Bedir'degidan mayli san jihatda, urush qilish ideya tayyorligi jihatda va qurol yaroq jihatda xillar yuqori musulmonlar. Uhud'da az, ama Bedir'de urush qilish uchun chiqmagan, tayyorliqsiz hisobda şu vaqtning o'zida o qadar az son bilan, az tayyorlik bilan sizlar dushmanni o qadar bir musibatga uchratdinglarki, bugun Uhud'da urushning oldin 2 qat. 2 qat. Demek birinci qalbi silni oldu. Allah sizga vaqt yaxshilik ato qildi. 70 tane müşrikni öldürüp 70 müşrikni esir aldыңlar. Ular Uhud'da sildin 70 adamni öldürgen bolsa bir adamni esirge alanmadı. Bedir'de sizlar o kadar ganimetni aldыңlar. Ular Uhud'da fakat ganimet alanmadı. Hayran qalqodak nimesi var bu yerda? Anoğan eken sizlar asli qiliqdagi chiqishlar bu o'qitish shaklda yoki masalani tushunmagan bir shaklda nima bunday mag'lub bo'lamiz emas, masalaning asli sababini surishtir qilishinglar kerak. Nimda Bedir'da sanimiz az turib, tayyorliqsiz turib, g'alaba qildik. 2 qat ulan talafotga uchratdik. Uhudda Bedirga qaragan vaqtda rasmiy urush tayyorlik bilan chiqdik. Ideya jihatdan tayyorlik va sanimizmi ko'p. Nima uchun bu yerda biz mag'lubiyatga uchraymiz? Deydigan bu nuqtani so'rashinglar kerak. Hargiz kallanglarga manda bir xato tushuncha kelib qolsa bo'lmaydi. Biz degan musulmon. Biz degan Alloh yo'lida urushimiz. Shunga ish qanday bo'lib ketishidan qat'iy nazar g'alaba qilishimiz kerak. Yo'q. G'albaning bir qonuniy talabi bor. Dunyodagi qonuniyat var ya, shuning bir talabi bor g'alaba qilish uchun. Sen shu talabni hozirladingmi? Yeterlik imani seviyeni hazırladın-mı? Yeterlik itaat seviyesini üzerinde hazırladın-mı? Bu noktalar qanday bo'lish kerak? Hazır Allah'ın zihninde bo'lish kerak ki, ahil şekildeki sualni sormasliging kerak. Çünkü ayetning 5'iga qaraganimizda qarindoshlar, ayetning arabcha biladigan qarindoshlarimiz texim obdan tushundi bu nuqtani. Ava lamma asqabatkum degan mushu tarafda Maçta demsizler degen so'roqni ifodalaydigan hamza harfi var. Andikin lamma manda bo'lgan vaqtda sizlarga musibat yetib, Uhudda mag'lub bo'ldik degan bir ish o'rtaga chiqqan vaqtida deganni lamma ifodalaydi, vaqt ma'nosini ifodalaydi. O'tirda vav harfi var. Vav odatda ikki jumlaning o'rtaga keladigan, ikki bo'lakning o'rtaga keladigan bog'lash atf harfi deymiz buni. Bu yerda bu vovning kelganligi nima desa, vov bilan Helqe moni ifodalaydigan hamzaning o'tirida bir-birlik hikoyalar bor demekçi. Qanday hikoyalar u? Men bayatdim degan Badrning hikoyalari, payg'ambarning hikoya. Masalan, sizlarga Alloh subhanahu va taolo o qadar payg'ambarni yaxshilik avatdi. Sizlarga hikmat o'rgatdi, kitob o'rgatdi, sizlarni poklaydi, sizlarni yuksaltirdi. Bu qadar ne'mat sizlarda bor va buning amaliy ifodasi Badrda qanday qildi, ko'rildi. Aslan bilan tayyorliqsiz bir holatda, az tayyorlik bilan sizlar dushmanni 2 qat talafotga uchratdinglar. Endi kelib bu Uhudda bu qadar bir musibatga uchrab bo'lgicha onun ustiga bu musibat, bu mag'lubiyat, o'zining sababidan kelib chiqqan mag'lubiyat bo'lsa, sizlar bunga nisbatan nim deyishing to'g'ri emas. Anna hada. Nimishqa bu qadar mag'lubiyat bo'ldi deb, menda ahsirishinglar. Menda birlikqa nima deymiz endi bir xil silnivilish yoki bir xil o'zining qilgan ishlaridan nima qilgandek, minnat qilgandek bir xil tuyg'u to'g'ri emas demoqchi bu yerda. Ama son bulduk biz. Mağlup bulduk. G'alaba qilishimiz kerak. Deydigan tuyg'ub qolmas olmaydi. Chunki dunyoda bir qonuniyat bor. Alloh o'rnatgan bir qonuniyat bor. Sen kim bo'l? Shu qonuniyatga tushsang, g'alaba qilasan. Kim bo'l? Shu qonuniyatga tushmasang, mag'lub bo'lasan. Alloh qanaqdir, mobi musulmon sifatida jang maydoniga beribdi. Deganlik Alloh g'alaba bermaydi sana. Sura Ahzobning 62-oyatida bu qonuniyat nimda tilqanda desanglar, sunnatullahi fillazina xalaw min qabl va lan tajida li sunnatillahi tabdila. Allohning azaldan ummatlarda yug'izib kelayotgan bir qonuniyat bor.
Bu qonuniyat asla qanday qilmaydi, o'zgarmaydi. Bu bir yerda emas. Nurg'un yerda bor Qur'onning bu. Sura Fatirning 43-oyatida nima deydi? Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Hammalarning uchraydig'ini, hammalarga muomala Allah tarafidan qilingan muomala qonuniyat. Ilgirgilardan tortib yurgizilib kelayotgan bir qonuniyat va falan tajida li sunnatillahi tabdila va lan tajida li sunnatillahi tahwila. Bu qonuniyat o'zgarmaydi. Bir acaba bir musulmonlik sifatimizla lam jangga kirganlik bilan biz qonuniyatga uyg'unlamasak, Allohning deganini, Rasulullohning ko'rsatmalarini tatbiqlamagan ahvol ostida bizning ismimiz musulmon bo'lib qolganga g'alaba qilib qolgan ish yo'q. Agar kallamizga shu nuqtalar aydın olgan bo'lsa, Allah bu zaminda o'zining bandalarini boshqarish uchun bir qonuniyat qanaqaliq o'rnatdilar. Bu qonuniyatga uyg'un shaklda ish tutganlar g'alaba qiladi. Qonuniyatga qarshilik qilganlar mag'lub bo'ladi. Allah hech kimga uning ma'ning ismi musulmon ekan, ma'lum iymon aytibdi degan bir ishlar mucamele üçün qonuniyatni o'zgartib bermaydi. Qonuniyat. Qonuniyatga qarshilik qilsang mag'lub bo'lsa, qonuniyatga tushsang g'alaba qilsa. Agar mushu nuqtani kallangda hozir qilganinglarda, mushu nuqta sizlar tushunganinglarda bayatdan savolni so'maytinglar. Nimishqa mag'lub bo'lamiz deydigan savolni so'maytinglar. Balki buning sababini o'zingizdan izlashing kerak. O'zingizdan izlashing kerak. Ayetdeki enna hada men nimishqa mag'lub bo'ldik deb sizlarga tushuntirdim ya tarjimada bu mag'lubiyat qanday bo'lib kelib qoldi degan shaklda tarjima qilinsin bo'ladi. Bu mag'lubiyat nadan keldi degan shaklda tarjima qilinsin bo'ladi. Chunki enna so'zi Qur'ondagi qo'llanishlarga qaraganimizda masalan Zakariya alayhissalom Maryam alayhissalomning qashig'iga kirib tepilmaydigan mevchi va boshqa rizqlarningki baliqini ko'rib annalaki hada ifodasini qo'llanib bizga hikoya qiladi Qur'on. Yani nadan keldi degan ma'no ifodalansa, undan boshqa avkallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiya ala urushiha. Butunlay vayron bo'lib ketgan, dumkum turilib ketgan bir kanatning qashidan o'tgan odamning hikoyasini bayon qilib Alloh sura Baqaraning 259-oyatida shu odam ashhada Allohning qudratini bir aslab anna yuhyi hadhihi ba'da mawtiha. Alloh bularni o'lib ketib bo'lgandan keyin qanday tirgiza degan shaklda bu anna qo'llangan. Ya'ni Qur'onda annaning qo'llanishi ba'zida nadin ba'zida qandoq degan ma'noda qo'llanadi. Bugungi oyatimizda ikkala xil ma'no uyg'un keladi. Ya'ni nadan keldi bu mag'lubiyat degan shaklda tushunsak bo'ladi. Qandoq mag'lub bo'lib qoldik degan shaklda qanaqa qilsak bo'ladi, tushunsak bo'ladi. Undan boshqa yana bir nuqta qarindoshlar. Oyatning boshidagi lamma ifodasi. Men buni vaqt ma'nosida tarjima qildim. Arab tilida lamma ko'p ma'noda qo'llanildi. Masalan, o'tgan zaman inkar shaklda tehi manda ish bo'lmadi degan ma'nosi mubba lammaninki. Undan boshqa shart ma'nosi mubba agar bunda bo'lsa bunda bo'ladi degan ma'nosi va undan boshqa vaqt ma'nosi mubba lammaninki. Buning nurg'un dalillari bor. Bu grammatikalik taraflar o'g'achqa men bak ko'p so'zlar buni kallamni elishtirmay, ammo oyatda vaqt ma'nosini ifodalaydi. Shuna olgandan keyin men oyatning o'zida tarjima qilgan vaqtda avalamma, ya'ni sizlarga musibat yetgan vaqtida, halbuki bu musibatning ikki hissasi boshqalarga yetgan amaliyotda, ular sizdan ikki qat ig'ir mag'lub bo'lgan amaliyotda, mashta vaqtlarda sizlar ajaba anna hada bu mag'lubiyat nadan keldi? Qanday qilib mag'lub bo'lib qoldik demisizlar ajaba? Nima uchun bunday gapni qilasizlar degan shaklda oyatdan tarjima qildim. Anikin oyatning oxirisida Alloh subhanahu va taolo oyatni innalloha ala kulli shay'in qodir degan mazmun bilan oxirlashtirdi. Ya'ni bu nima demakchi bu yerda? Alloh har narsaga qodir dedi ya. Ya'ni shunda demakchiki, zaminda Allohning bir qonuniyati bor. Allohning qonuniyati o'zgarmaydi. Alloh yolg'izlik bilan sifatlanadi. Ya'ni bir iloh kelib uni o'zgartiradigan taraf bo'lmaydi. Ya'ni bir iloh yo'q. Alloh hamma narsaga qodir. Hamda Alloh mushu qonuniyatning har doim mushu bo'yicha davom qilishiga ham qodir. Chunki ikkinchi bir kuch kelib bu qonuniyatni o'zgartiradigan ahvol bo'lmaydi. Chunki bu qonuniyatni Alloh bekitgan qonun. Kim o'zgartiradi? Hech kim o'zgartirmaydi. Ana o'g'andan qanday qilish kerak degan vaqtida bu yerda faqat bizning ustimizga tushadigan vazifa shu qonuniyatga qanday qilish maslashish. Shu qonuniyatni uyg'unlash, undan boshqa chiqish yo'limiz yo'q.
Ondan keyin ilgirki oyatdan manda bir kallamızga yani bir xata tushunish kelib qolishi mumkin. Biz bu oyatdan qonuniyatni gapini qildik, qonuniyat o'zgarmaydi dedik. Allah hammaga qodir, qonuniyat bo'yicha zamin shu paytda davom qiladi. Uni hech kim o'zgartib bo'lmaydi degandan keyin bizning kallamizda xuddi bir Allah qonuniyatni o'rnatib shu bo'yicha davom qildigan Allohning ilmisiz nauzubillah bu şekilde bir tuğ kelib qolmaslik uchun Alloh subhanahu va taolo kinki oyatda, ya'ni 166-oyatda nima deydi? "Va ma asqabakum yawmal taqal jam'an fa bi iznillah va liya'lamal mu'minin." Sizlarga bu ikki qo'shin ushurishib, mu'min qo'shini bilan kuffar qo'shini ushurishib, urushoga vaqtida yetgan musibatlar, mag'lubiyatlar, g'alaba hammasi Allah'ın izni bilan bo'ladi. Hech narsa Allah'ın iznisiz bo'lmaydi. Faqat bu ishlarning o'rtaga chiqishi, bu shaklda urunlashtirilishi Allah mu'minlarni va munofiqlarni ayirish bo'lish uchun deydi. Ya'ni mu'minlarning va mushriklarning Uhudda uchrashidiganligi va bundan oxirgi natijasi Allohning nazarida ma'ruf bir ish. Manda ish bo'ladi, buning natijasi manda bo'ladi degan bir shaklda Allohning ilmisiz kelgan masala emas. Meyli kim bo'lib kelsin, darajasi qancha bo'lib kelsin, Allohning qonuniyatini uyg'unlashga majbur. Hammasi Allohning bilish asosida bo'ldi. Bu ishni Alloh subhanahu va taolo bu shaklda o'rinlashtirilishi, Alloh subhanahu va taolo masalani oydinlashtirishi bizning oldimizda. Mu'min kim iniq olsun, munofiq kim iniq olsun, Allohning qonuniyati o'rtaga chiqsin, mu'minlar shu darsni olsin. Dünyada her gün qanaqdır men mu'min boldumla, musulmon boldumla, bu menga yeter. Musulmon qalbi unda ish yo'q, bir qonuniyat var. Masala oydinlashsin uchun Alloh subhanahu va taolo bir qitimliq nayt ig'ir darsdan birini berdi. Uhud darsi. Biz jiq darsda deb o'tdik ilgirgi darslarimizda Uhuddan keyin musulmonlar mag'lub bo'lib qolmadi. Nimishqa darsni obda oldi. Bu ders yeterlik bir millatga, bir ummatga yeterlik bir ders olgan bu. Şu bu dersden keyin mag'lub bo'lmasligi tabiiy. Chunki yeterlik ders oldi. Masalan, texmo izohlash, texmo zehnimizga yaqin qilish, tushunchimizga yaqin qilish uchun bir misol olsam, bir maktabning bir o'qituvchisi, bir sinfning o'qituvchisi, bir o'quvchining ahvolini tafsili bo'ladi. Inson bilan insonni o'tirdik ishda, valillahil masalul a'la. Allohga hech narsa o'xshamaydi. Alloh o'xshisiz, o'xshish yo'q zot. Biz masalani faqat oydinlashtirish uchun ilyapmiz bu misollarni. O'quvchisiga sen imtihondan o'tolmading, sen sinfdan qolib qolding desa, asla unmaydi o'quvchi. Yo'q, nima bilasan, men imtihon bermasam, imtihonga qatnashdim, men imtihondan o'taman deb da'vo qiladi. Ma'qulamiz deb imtihon alıdı, suallarını soraydı, mesela aydınlaşıdı. İmtihandan ilgirimi o'qituvchining farzi yoki bahası o'xshash, imtihondan keyin o'xshash. Mesela nima uchun o'quvchininki qarshi o'rinda turib da'vo qilib olmaslik uchun o'rtaga chiqdi. Ya mesela insonlarni o'tirdiki, mesela amaliyotda imtihon olmasimi bir o'qituvchi oldidagi o'quvchininki qanchalik bir narsa bildiganligini tamoman biladi. Allah subhanahu wa taala del bizga masalani oydinlashtirishni o'ylab boqinglar. Biz bir jamiyatda bir jamiyatning ishi iqvatqa vaqtda shunda bir insonlar borki, shuning soyasiga kirib yashayveradi. Yaxshi damlarning qatoriga kirib yashayveradi. Bu yerda haqiqiy sabdil, irodalik, oxirigacha ishda tura oladigan odamlar bilan qo'rqinchoq yoki qalbida nifoq va insonlar farqsiz holat yashaydi. Yaxshi yomon sab bilen naçarları ayrılmaydı. Maçta bir vakalikle arkalık. Bunun bir netçilgan ibret dersleri vardı, ya savakları vardı. Birisi ümmetke bir Allah'ın kanuniyetiga qarta bir savak olgan bolsa, yani birisi mu'minler bilen, münafıklarni, hakiki sab qalblar bilen, ama nifaq qalblar varlarni qana qilishni ayirishdi. Oyatda o'qiya liya va liya'lamal mu'minin. Mu'minlarni ayirish uchun, mu'minlarni ayirib chiqarish. Yana ikkinchi oyatda 167-oyatda va liya'lamallazina nafaqu. Munofiqlarni qanday qilish uchun, bilish uchun. Va iza waqila lahum ta'alu. Ki deyildi bu munofiqlarga, kelinglar, qatilu fi sabilillah. Alloh yo'lida urush qilinglar. Agar Alloh yo'lida urush qilinglar kelmasa, idfa'u.
Mudafiya olsun qilamiz. Chunki Madinaga hujum qilib kirsa, sizlarmi hujumga uchraysizlar. Sizlarmi asr elinsizlar, izzat sharafingni sinimi debsan bo'ladi. Tang mudafiya qildi. Dediki bular qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Agar biz buni haqiqiy urush deb bilgan bo'lsak, biz sizlarga ergashdik. Bu urush emas, obdan qilamidanglar buni, o'qishdanmidanglar buni davatidi. Hum lil kufri yawma izin aqrabu minhum lil iman. O günüsüde, şunda vaqtlarda dal mujna ayrıladigan negizlik vaqtlarda imanға qaraganda küfrga bular yaqin bo'ladi. O'zini musulmon deb turdi ya bular, ammo shu kunlikida abti bashirsi oshkor bo'ladi, tutgan pozitsiya maydonda küfr tarafda küfrga yaqin bo'ladi. Bular egizlarida, qalblarida yo'q gaplarni deyishdi. Alloh subhanahu va taolo ular uyushtirayotgan ahvollarni qana qiladi, bular Alloh biladi. Endi oyatdagi vel ya'lamallazina nafaqu Allah munofiqlarni bilish degani bularning masalasini kishilar o'tirida oshkor qilish. Agar bunda voqea yuz bermasa, o'tga o'xshash bu da jiddiychilik. Musulmonlarda bir xil qattiq qo'rqinish, masalan, chunki hujum qilib keldi ham Madinaga. Mashta bir jiddiy ahvol bo'lmasa, munofiqni qanday bilgili bo'ldi? O'zini yo'qaydi-da u. Shunga mashta hodisalar, jiddiychiliklar, qiyin kunlar, musibatlar, krizislar yuz berib o'tirida kimning haqiqiy odam, kimninki haqiqiy emas, kimning haqiqiy mu'min, kimning munofiq ekanligi oshkor bo'lishi kerak. Bunda hodisalar bularni qanday qiladi, oshkor qiladi. Endi Madina kinki mazmunga kelsak, ularga dedi bayatni tarjima jarayonida o'qiya, kelinglar Alloh yo'lida urushinglar yoki mudofiya qilinglar dedi o'qiya. Hozir Madina qanday qilyapti, hujum qilib kelyapti Madinaga. Agar shu vaqtda mushriklar g'alaba qilib qolsa, Madinaga kiradi. Shu Madinaning aholisining hammasini mayli musulmoni, yana birisi olsun, hammasini asir oladi. Bütün eski peski işlerinin hammasini qiladi. Shu vaqtida Abdullah ibn Amr ibn Al-Ansari ismli bir sahabadan birisi munofiqlar dedi. Chiqinglar, bizlar birga urush qilinglar. Agar bizlar birga Alloh yo'lida urush qilg'inglar kelmasa, o'zingni mudofiya qilish uchun, mollaringni qo'g'dash uchun, bola vaqtlaringni, ayollaringni qo'g'dash uchun bo'lsa-mo, urush chiqinglar. Chunki musulmonlar ma urushda mag'lub bo'lsa, agar ular Madinaga besib kirsa, manda ishlar qildi. Xuddi biz uchirgandek sizlarga o'xshash uchraysizlar. İzzat sharafinglar debsan bo'ladi. Deb bu shaklda, ya'ni uning bunda vijdonini, hissiyotini qo'zg'ash orqali urushga chaqirmoqchi bo'ldi. Lekin bular uni dedi chiqmadi-da. Qattiq biz chiqmaymiz biz. Shuni bilan bayatdan qiz biz tilg'agan sahaba Abdullah ibn Amr bular dediki, ketinglar Allohning dushmanlari. Allah o'zining rasulini sizda ketimliga majbur qilmaydi, muhtoj qilib qo'ymaydi degan bir shaklda bularga javob bergan. Demak, mayada bir xil urushning shakli tilg'alanadi qaranglar. Birisi Alloh yo'lidagi urush, yana birisi o'zini qo'g'dash urushi. Masahaba dedi ya, Qur'on bizga uni hikoya qildi ya Alloh yo'lida urushinglar yoki o'zingni o'zing mudofiya qilinglar. O'zingni mudofiya qilish degan nima desa, avvalo birga chiqsa, musulmonlar sepi birisi ko'payadi. Mushriklarga qaramoqqa, bularning odami jiqqan deydigan bir tuyg'u aqallisi, mushunchalik ko'smi chiqish kerak aslicha. Shuning bilan bular nimdab inkas qaytadi buningga desa, qalu law na'lamu qitalan lataba'nakum. Agar yana bular dediki, urush deb bilsak biz chiqatdik dedi-ya. Masalaning aniqi shu vaqtdagi qissa yuz bergan voqealarni oldi keyin o'ylagan vaqtimizda Madinada munofiqlarning beshi Ibn Ubay. Ibn Ubay'ninki ko'z qarashi shu vaqtda Madinada qilib qilish. Nimishqa? Chunki tarixda bu Ibn Ubay'ning kallasidagi tushunch tajribasiga binoan birlari Madinaga hujum qilib kelsa, Madinadan chiqib dushmanning oldiga chiqqan vaqtda mag'lub bo'lganlik. Agar dushman Madinaga besib kirib, Madinada turib mudofiya qilsa, har zaman g'alaba qilganlik. Shu bu kallasda Madinadan chiqsaq nima bo'lamiz, mag'lub bo'lamiz deydigan bir natijaga berib qilganlik bu. Masalan, oyati aniq. Chunki Madinadan chiqsaq bo'lmaydi, tajribaga asosan Madinadan chiqsaq mag'lub bo'lamiz. Agar Madinada tursak, g'alaba qilamiz. Shunga Madinadan chiqsa, chuqur mag'lub bo'ldi bular. Bu urush emas, bu yerda obdan urush olmaydi, shunga biz qanday qilmaymiz, chiqmaymiz. Bu şekilde yani. Çünkü Abdullah ibn Ubay'ning kallasida burundan bir ish saqlanib qolganlik. Rasululloh Madinaga hijrat qilib kelgan kunlarida
Madina ahli Abdullah ibn Ubayni Madinaga podshoh qilib, boshliq qilib tanlashga asosan ittifoq kelib bo'lgan. Rasululloh kelgan kunlarda shu uningga toj kiygizilgan kunlar. Hamda Rasululloh shunda hijrat qilib kelgandan keyin bak cho'ng o'zgarish bo'lib ketdi. Madinaning taqdiri o'zgardi. Abdullah ibn Ubay kiygiziladigan tojmo kiygizilmay qoldi endi. Shu vaqtdan tortib Abdullah ibn Ubayning kallasida bir narsa bor. Rasulullohga qarta, musulmonlarga qarta. Endi bu qatimliq urushda musulmonlarning Madinadan chiqqanini Abdullah ibn Ubay urush deb hisoblamadi. Urush emas bu. O'zini vayron qilish bu. Chunki kelsa qalbi qilamiz, chiqsaq nima bo'lamiz, mag'lub bo'lamiz. Bu degan o'zini o'ltirganlik, halokatga tashlaganlik o'zini urush emas. Chunki biz buni urush deb bilsak, qanaqa qilib chiqibdi. Buning bu gap rostmamdi? O'ylab qolamiz. Shu tajribalik kenjima deb qolamiz. Lekin amaliyat unda emas. Alloh buni ochdi, buni rasvo qildiki, hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Burun ular o'zining munofiqligini yushayotgan bo'lsa, mana ma vaqtda o'zining munofiqligini tamoman oshkorlaqliq mu'minlardan kufrga qarata yaqin bo'ladi. Ya'ni bular ig'iz orqali dilda yo'q gaplarni qiladi. Mushu kunlarda bular burun da o'zini yushirib biz degan musulmon, biz degan musulmon deb munda yurgan bo'lsa, ma vaqt. Ya'ni bunning kallasida bayatın deganimizdek, endi bular tugishab bo'ldi. Madinadan chiqdimi, mag'lub bo'ladi, yo'qaydi deb o'zining aslini oshkorlab kufrga yaqinlashganlik, kufrga bo'lgan yaqinligi o'rtaga oshkor qana qildi chiqdilar. Masala ma'u yani. Bu yerdagi masala asli mu'minlar shuna qara oldi, musulmonlar qara oldi. Ishonchlar agar qalbida iymon bo'lib qolsa chiqish kerak. Ammo bu kallasda chiqsaq mag'lub bo'lamiz deydigan bir tuyg'uga chiqqan. Bular endi tugadi. Asosan buning ishi bitdi, chunki Madinadan chiqsalar bular tugaydi. Uhudda yo'qab tugaydi bular. Biz qolamiz deb o'zining asli abdi bashirisini oshkorlayotgan bir ahvol va bu yerda. Allah buning abdi bashirisini aytib deydi, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Buning qalbida shu vaqtda nima ish bor desa, endi musulmonlarning ishi bitdi. Bular chiqdimi, tugishdi deb o'zining abdi bashirisini bayatındigimizdek oshkorlab o'zining asli nadi ekanligini, kimga ekanligini o'rtaga chiqardi. Alloh buni nima deydi? Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Qalbida yo'q gapni ig'izi bilan qana qildi. Amaliyotda qalb bir ishni o'ylaydi qarindoshlar, bir ishni niyat qiladi. Til buni deydi, amaliyat buni qiladi. Endi munofiq degan nima desa, ichki dunyosi bir nechaga ayrilgan. Bir nechaga ayrilgan deganimiz, inson normalda qalbidagi gapni ig'izdan chiqaradi, ig'iz orqali ifodalaydi. Munofiq desa tam aksi bo'yicha qalbidagi bor gapni menga olib qo'yib, yo'q ketayapti birini qalbidan to'qib ig'izdan qanday qila oladi chiqadi. Yani aldan shunlash Qur'oni Karimda bu munofiqlarning o'rnini eng tuan joy, darkil asfal minan nar degan shaklda bularga bu xil, ya'ni munofiqning tili qalbi bilan bir emas. Mishada bir masala chiqadi bundan qalbidan. İnsan qalbidagi bor gapni tildan chiqarsa rahat. Qalbida bila gap bor, uni mayaqqa boshqa ap qo'yib turib, yana yo'q gapdan birini to'qib ig'izdan chiqarmoq unchalar oson emas. Dal mushu Uhudninki mushu voqealiklarda bularning qalbidagi ishlar o'rtaga chiqib qolgan, bularning haqiqati oshkor bo'lib qolgan, bularning mohiyati hammaga qana qilingan, bilingan. Endi mushu munofiqlarningki hammasi Abdullah ibn Ubayning keyinda qilib qolmagan. Bir bo'liklari qilib qolgan, bir bo'liklari musulmonlar bilan Uhudga chiqqan. Uhudga chiqqandan keyin ma'lum qismlari, masalan, u yerda shahid o'lib ketganligim deydi. O'lib ketgandan keyin bular munofiqlar o'zidan qilib qolganlarga hayot qilib qoladi hisobda chiqib ketganlar o'lib ketdi ya, shular haqida mana bir gapni qilgan. Buni 168-oyatda Alloh bizga bunday hikoya qiladi. Allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin. Bular deydi o'zining qarindoshlari uchun. Ya'ni chiqmaganlar uchun deydi. Avla agar bizga itoat qilib chiqmagan bo'lsa o'ldirilmaydi deydi. Allah Peygamberimiz qildi, "Dani Muhammad alayhisalom, agar gapinglar rasul qolsa, ulardan bir qutilib qolinglar. Ulardan bir to'sab qolinglar, o'zingizdan qani. Mudofiya qilib qolinglar" deb mashakada raddiya berdi. Ya'ni Abdullah ibn Ubay musulmonlar qo'shunini yolg'iz tashlab qo'ymoqchi bo'lgan vaqtda Madinadan
chiqqili unamagan, jang qilgili unamagan vaqtda munofiqlarning bir qismi buningga hadab ma'qul deb qo'shildi, bir qismi qo'shilmay Rasululloh bilan birga jangga chiqdi. Endi Rasululloh bilan birga jangga chiqqan, jihadga chiqqanlar qo'shilmay Abdulloh ibn Ubay qo'shilmay o'ldi deyli. Ma'lum bir qismi Ma'ula qattiq xushab ketdi bundan. Dediki, agar bizga itoat qilib, bizning gapimizni anglab, Madinada turgan bo'lsa, chiqmagan bo'lsa, mag'lub bo'lmaydi, o'ldirilmaydi. Alloh subhanahu va taolo bizga bir bularning mantiqisini so'zlab berib bo'lgandan keyin mushulining bu mantiqisiga o'zining mantiqisi bo'yicha raddiya qaytarib o'tdi. Buning mantiqisi shu, chiqmagan bo'lsa o'lmaydi. Uni qilmagan bo'lsa, unda shu olmaydi. Mahil shakldagi mantiq, mahil shakldagi zihniyat bu. Alloh mushulining mantiqisiga berib turib bularga raddiya berdiki, tamam. Unda bo'lsa, ular eşeğe chiqqanligi uchun o'ldirilgan bo'lsa, chiqmagan bo'lsa o'ldirilmaydigan ish bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni inson ma'lum bir vositalarni qo'llanib o'zini o'ldirilishdan saqlab qoladigan ahvol sizlarda bo'lsa, mushu karomatingni, mushu vositalaringni qo'llanib o'limdan bir saqlab qolinglar qani. Jangga chiqib o'lib ketganlarni chiqqanligi uchun o'ldi. Agar chiqmagan bo'lsa o'lmaydi degan mantiqani to'g'ri bo'lsa, sizlar ashundan saqlab qoladigan bir vosita bo'lsa, qani o'zingizni nega saqlasanglar, saqlanglar. Qandaq vosita ishlatsanglar, ishlatinglar. Bir o'limdan bir saqlab qo'yinglar o'zingizni. Dunyoda inkor qiladigan inson yo'q. O'limdan hech kim saqlanmaydi. Ko'pida o'lsin o'ladi, yo'lda o'lsin o'ladi, jang maydonida o'lsin o'ladi, o'limdan saqlanadigan hech kim yo'q. Allah ashunning mantiqisi bo'yicha bularga raddiya berib da'vatdi. Qani? Siz o'zingizning chiqmaganligini hayot qilishingizning bir sababi deb qarasanglar. Shu vaqtdagi aql ishlatib qilib qolganligingizni hayot qilishingizning bir sababi deb qarasanglar, ashta aqlingizni ishlatinglar, ashta vositangizni qo'llaninglar, o'lmaydigan bir hayot qilishib qo'yinglar. O'limdan o'zingizni saqlab qo'yinglar, orangizda hech kim o'lmasin ya. Ma şekilde Allah subhanahu wa ta'ala qana quvvatudu bularga raddiya berwatudu. Oxirida in kuntum sadiqin. Agar sizlarning bo'lsanglar, rasul bo'lsanglar. Ammo bizning mantiqimiz nima? Bizning mantiqimiz inson o'ladi. Nada o'lsa o'ladi? Jangda o'lgan, shahid bo'lgan insonlar Allohga hayot qilib qolganlardan suyimlik deb qaraymiz biz. Chunki Alloh özü bilan uçuşqa bularni tiz eketdi. Yolunu qisqartdi. Chunki inson qachon basi boradi. Duqiya bayatdan bugun o'lsakmi o'limiz, 20 yildan keyin o'lsakmi o'limiz, 50 yildan keyin o'lsakmi o'limiz, hamon inson o'ladiganligi bu. Haqiqat masala, aniq masala. O'lmaydigan inson yo'q. Ammo Alloh o'lganlarni, o'ldirilganlarni, shahid bo'lganlarni faqat musofini qisqartgan bo'ladi. Buni bilan bir misol orqali bir tushundiray. Biz bir 1000 kilometr narisidagi yiroqlikdagi bir shaharga bormoqchi bo'lsak, agar piyoda boramiz desak, berishimiz mumkin necha oyda. Agar bir otga minib boramiz desak, musofa vaqt biroz qisqaraydi. Mashinada borsak da ham qisqaraydi. Aeroplan bilan borsak 1 soatga vaqt yetmagan vaqt ichida bora olamiz. Nihoyatda har xil vositalar bilan bog'liq o'xshash shu shaharga boradi. Lekin qo'llangan vositaning o'xshamasligiga qarab turib, vaqt ya uzun ya qisqa bo'ladi. Endi hayotni bu bir ikki shahar o'tirdigan musofa deb tushunsak bo'ladi. Dunyo hayotini bizning oxirat nishonimizga, oxirat yurtimizga boradigan bir vosita deb tushunsak, ba'zida qo'llangan vaqtimizga qarab turib umrimiz uzun bo'ladi, ba'zida qisqa bo'ladi, ba'zida tez boramiz. Nihoyatda ashyaga bormay qilib qoladigan bir odam qolmaydi. Aksicha a şekilde, şehit şekilde, janglarda o'lgan şekilde tiz ketganlar Allah subhanahu wa ta'ala ularni bizga qaragan vaqtda, hayot qolganlarga va qaragan vaqtda tezroq huzuriga aketganlar bo'ladi. Tezroq o'ziga uchrashtirganlar bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala hammalarni Allah yaxshi ko'radigan bir shaklda hayotimizni oxirlashtirishni nasib qilsin. Bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan mush yerda oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.